Gipsagardon dekor plus patolo ishi qanaqa bo'lsa qilamiz. Tungi fon qizig'i yo'q. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Siz va sizning xonadoningiz uchun foydali ma'lumot berishda davom etamiz. Do'stlar, biz Damboq ko'chaga kelganmiz, ya'ni Namangan shahar Damboq ko'cha. Usta akalarimiz patolog xizmatini qilishgan ekan. Dekor plus mahsulotidan xudo xolisa chiroyli, bir-biriga uyg'unlangan holatda, chiroyli dizaynda ish qilishar ekan. 12 yillik tajribaga ega usta akalarimiz xizmatlaridan xudo xolisa sizlarga bahramand qilamiz. Usta akalarimiz sifatli va chiroyli ish qilishar ekan. Xudo xolisa sizga foydali ma'lumot bo'ladi va bu videoni tanishlaringizga ham jo'natib qo'ying, ular uchun ham foydali bo'ladi albatta. Do'stlar, videoni boshidan bizga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi videoni birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Do'stlar, barchasi siz va sizning xonadoningiz uchun, siz esa eng yaxshisiga munosibsiz. Biz davom etamiz. Assalomu alaykum, Husan aka. Alaykum assalom. Sherjon aka, tuzumsiz? Rahmat aka, charchamay turibsizlarmi? Rahmat, Allohga shukr. Xudo xolasa aka, chiroylab ishlarimizni bitkazdi. Obunachilarga qanaqadir mana shunaqa ishlarimiz yoqadigan bo'lsa, qildirishadigan bo'lsa yoki maslahat olishadigan bo'lsa, manfaatli hamda foydali bo'lib qoladi. Bu prostaligi negativ, boshqa unaqa narsa shart emas. Ko'rsatib boramiz ishlarimizni. Kimgadir kerak bo'lsa, aloqaga yoki maslahatga bo'lsa, chiroylab ana qilib o'xshatib beramiz. Do'stlar, telefon raqami ekran tagida bo'ladi. Usta akamizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xalq xizmatida uzoq yillardan beri xizmatda bo'lib turishgan. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hop aka, bu xonamiz razmeri nechiga nechi? Xonamiz 3,5 ga 8 metrli xonamiz bu. Ma'lumotiga keladigan bo'lsak, dekor plus bo'lgan bu. 01 dekor plus ishlatganmiz bu yerga. 01 qalimdan ishlatilgan. Mahsulotimiz juda sifatli, chiroyli, ro'yalligidan ishlatganmiz. Mahsulotlar ham ishonchli. Albatta. Hammasi baquvvatdan xizmat qilingan. Hammasi chiroyli. Xo'p, mana karnizlarimiz nima deydi bular ham? Bu karnizlarimizga keladigan bo'lsa, MDFdan bo'lgan bu karnizlarimiz. Xo'p, oltiligimiz 19 ming so'mdan narxi. Kaspalarimiz 8 ming so'm. Devorniki 21 ming so'mdan olingan. Mana bu svetlarimizga keladigan bo'lsa, buni 23 ming so'mdan olganmiz. Bularni bu dekor plasimizni ko'rinayotgan bo'lsa videoyingizda mana bu ichi ochiq turibdi. Gipsagardon fasonda bo'lgan, bu yerni svetini ham aylantirib qo'yganmiz. Montajini ham o'zingizlar qilib, albatta chiroqlari bilan. Bu yog'ini endi elektrik ishi bor ashida kulchatni o'rnatib qo'ysalar bo'ldi, yonadi. Xudo xolasa. Xo'p, bu yerda nechta xonamiz bor bu? 6 ta xonamiz bor. Darvozaxonamiz, old ustunma, ko'chalarimiz, o'zi ish faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Xudo xolasa, uy xonalarni ham ko'rsatamiz do'stlar. Albatta. Do'stlar, bu keyingi xonamizni ko'ring. Bu yerda ajoyib kombinatsiya qilingan ekan. Usta akamizdan batafsil ma'lumotlarni olasiz buni ham. Xo'p, bularimiz yana o'zgacha ekan. Aka, bu alohida xonamiz, mehmonxona, ayollarimiz uchun bu. Ayollarimizga moslagan holda 6 metrga 3,5 metrli xonamizga shu figurani qilib berganmiz. Do'stlar, qara. Va o'rtasidagi adashmasa PVC panelmi bular? Albatta, shunaqa. O'rtadagi boshqa, yonidagi yana boshqacha ekan. Do'stlar, bu figura ham ajoyib. Xo'p, bu figurani uy egalari tanlashadimi yo tavsiya qilasizlarmi sizlar ham? Mana shunaqa nimalarimiz bor deb. Xo'p, birinchidan aka uy egasini fikrini o'rganamiz. Fikridan chiqib qolgan holda, o'zingizdan qiyos, tushunasiz-ku o'zi maslahatlashib, figurani ko'rsatamiz, ularning figuralarini ko'ramiz, patolog figuralarni. Kimiki qanaqa ma'qul, qanaqa chiroyli chiqadi. Sizlarga kelishib olamiz. Katalog bor, serial ko'rsatiladi, taklif qilinadi. Qaysi qarorga kelishsa, bir uy egasini qarori hurmat qilinadi. Instagramimizda ham yurg'izib borganmiz, Sherjon aka. Agar malol kelmasa, obunachilaringizga tagga qo'yib ketsangiz, ko'rishadi. Hamma ishlarimizni birma-bir joylab berdik. Do'stlar, ekran tagida chiqadi, bemalol o'shani yozib kirib ko'raverasizlar. Usta akalarimiz ishlari batafsil qo'yib borishar ekan o'zlari doimiy. Shunaqa. Xo'p, bu mahsulotlar nima endi bu yerda asosan? Bu yerda ham xuddi o'sha holat 01 dekor plus, chekkalarga PVC panellarni bosganmiz. Panellarimiz bir donasi 280 ga 122 bo'ladi. 180 ming so'mdan olganmiz. Bu yerga bitta qora ketgan, bitta shu o'rtasidagi ketgan. Chiroyli kombinatsiya qilingan ekan. Xo'p, bular rekada to'qilganmi? Hammasi? Ha, rekada, hammasi. Reka nechiga ishlatiladi? Hop, reka 3,5 ga 2 ham bo'laveradi, 4 ga 2 ham bo'laveradi. Bu uy egasini cho'ntagiga, mablag'iga qaragan holatda bitirib beramiz. Albatta, do'stlar, chiroyli, ajoyib dizayndagi bir-biriga uyg'unlashtirilgan PVC panel, dekor plaslar, karnizlar ham o'ziga yarasha va keyingi xonani ham ko'rsatamiz do'stlar. Hop, do'stlar, bu xonamiz Ispaniya ekan, yotoqxona ekan. Bunga ham o'rtasiga PVC panel ishlatilgan va qolganlari bir-biriga rang-barang kombinatsiya qilib ishlab qo'yilgan ekan. Do'stlar, bu ixcham Ispaniya, o'zgacha dizayn, xudo xolasa ochiq svet. Hali xonani qorong'u ham qilib yormas ekan, do'stlar.
Keyingi xonani ko'rsatamiz yana. Xo'p, do'stlar bu xonamiz kuxnya ekan, ya'ni oshxona va o'zgacha bir rangini chekkasini ajratilgan ekan. Xo'p, ustakamiz yana ma'lumotlarni olamiz. Xo'p, bu yerda o'zgacharoq rang qilingan ekan. Okaxon, buni rangini boshqacha qilganimiz sababi bu yerda yo'g'lama har xil vaziyat bo'lib turadi. Shunga kelgan holatda chekkasini qora rangda ajratib berganmiz. Kirchimorroq holatda turadi. Ayollarimiz o'ylagan holatda qilib berganmiz bu xona. Xonamiz 3,5 ga 3,5 xona bo'lgan, juda ham chiroyli chiqqan. Ixchamgina xona ekan do'stlar. Ana o'rtasiga bu yerda ham PVC panel ishlatilgan ekan. Chiroyli ekan, bir-biriga kombinatsiya qilingan. Xo'p, keyingi xonamizga o'tamiz. Do'stlar, bu xonamiz ham Ispaniya ekan. Bu yana boshqa dizayn ekan. Do'stlar, videoga like bosib qo'ying. Mana chiroyli chiqqan, ana bir-biriga kombinatsiya chiroyli qilingan ekan. Xo'p, bunimizdan PVC ishlaganmi? Ana qoralarimiz shunaqa qoradan ishlatilgan bu yerga. Xonamiz razmeri necha bu? 330 ga 330 xona bu. Do'stlar, biz uy oldi fasadiga chiqdik. Bu oldi fasadiga ham chiroyli dizaynda qilib berishgan ekan ustakalarimiz. Xo'p, tashqarimiz qanaqa materiallardan qilingan bular? Okaxon, bunisi oldiga tunka, orqasiga, o'rtasiga tunka ishlatganmiz, o'rtasi dekor plus. Bir ko'rishda qaraganda tunka fonni o'zi chiqqan. Juda chiroyli dizayn bu ham. Tillar, ana turkami? Tillar rangimiz. Bularimiz nerjaveyka bo'ladi. 1 metri 130 ming so'mdan olganmiz. 1 metrini. Hop, tunkalarimizni esa 52 ming so'mdan olganmiz. Qora tunkalarimizni, dekor plaslarimizni 36 ming so'mdan olganmiz. 1 kvadrat metrini. Hop. Bu narxlar eng sifatligini narxi. Xudo xolisa tanlab olgansiz o'zingiz. Albatta, bu juda ham ishonchli, garantiyalardan o'tgan, xudo xolisa 12 yil, 13 yillik tajribadan chiqib kelgan holda shunaqa ishlarimizni olib bormoqdamiz. Okay? Do'stlar, bu foto haqida fikringiz qanaqa? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Xudo xolisa chiroyli, bir-biriga uyg'unlangan rangda fasonda qilib berishgan ekan. Xudo xolisa. Hop, bu taglarga nima to'qilgan? Reka mahsulotlarini ishlatganmiz, aka. Bu uy egalaridan chiqib kelgan holda rangini qora qilib berganmiz. Hozirgi anaqalarimiz, fasonlarimiz oq hamda seri bo'ldi, ha? Uy egalariga shu yoqqan, uy egalarining fikrlari bo'yicha shundoq qilib berganmiz. Qora rangda qilib bergan. Do'stlar, juda ham chiroyli chiqqan. Ko'rib turibsiz. Hop, aylan atrofimiz necha metr chiqadi o'zi uy? Oldi 48 metr chiqadi, aka. 8 metr ekan do'stlar. Hop, endi shu yerda ketgan xarajatini ham aytib o'taylik. Hop, 48 metr ichkarimiz, oldi o'stirmamiz. Ko'chamiz 45 metr. Oldi o'stirma ham. Ha, darvozaxonamizni hozir ko'rsatib boramiz video davomida. Darvozaxonamiz 11 metrga 3,5 metrli darvozaxona bo'lgan. Bu yerga ketgan rasxotimiz mana shu mahsulotning rasxoti $1400 bo'lgan. 1400. Do'stlar, lekin sifatli mahsulotlar ishlatilgani uchun hammasi. Ha, shu hammasi uyigalar tanloviga qarab, yana ham o'sishi mumkin, yo yana tushishi ham mumkin. Ha, shunaqa. Bu do'stlar, bu joyda ishlatilgan mahsulotlarning narxi chiqdi. Bu esa sizning tanlovingizga bog'liq hammasi. Do'stlar, darvozaxona zo'r chiqqan ekan, biz buni ham ko'rsatamiz. Do'stlar, bu darvozaxonani qarang. Juda ham go'zal chiqqan ekan. Hop, razmeri nechaga necha dedik usta? 11 metrga 3,5 metrli darvozaxonamiz. Ma'lumotga keladigan bo'lsak, chekkalari ko'rganingizda ichlari yonadi. Do'stlar, agar yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa videoda, juda ham ajoyib. Ichlari men o'rtadagi figurani rangi to'g'ri chekkadan ajratib turish uchun, qorayib ketmasligi uchun biz seri mahsulotini ishlatganmiz. Seri, ochroq qilamiz. Buni to'qroq qilsa ham bo'ladi. Ertaga odamga yoqmay qoladi. Vaqt o'tgandan keyin. Do'stlar, bu medaga tegmadi, haqiqatan chiroyli uyg'unlashtirilgan, mana ko'rib turganingizdek. Juda ajoyib, galagillar ham o'rnatilgan, fasonlar ajoyib. Do'stlar, ustakalarimiz xizmatda bo'lishar ekan, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, xizmatlarimiz qayerdan qayergacha bo'ladi? Xizmatlarimiz Namangan bo'ylab xizmatimizni olib boramiz. Namangan viloyati bo'ylab bemalol aloqaga chiqisharadi. Namangan viloyat, rayon, shahar hammasini olib boramiz. Nima qila olasizlar? Hop, gipsokardonmi? Gipsokardon, dekor plus, patoloy ishi qanaqa bo'lsa qilamiz. Tunka fon qizig'i yo'q. Bemalol aloqaga chiqisharadi. Qulsuvoq xizmatlarni ham sherilarimiz bor, tavsiya qilaveramiz. Ishonchli ular ham, xohlasa. 1 dan 100 gacha odam topib beraveramiz. Do'stlar, telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ukamiz, ustakamiz xizmatda ekanlar. Xudo xolasa sizlarning ishinglarni ham chiroyli qilib beradilar.